Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramını görüyorsunuz. Mazkur programımızda muşu həftə jarayonida radiomuzda Uyg'urlarga dair berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Ötken hafta Facebook qatarlıq ijtimoiy taratqularda atışda 70 yaqin Uyg'urning etib etilganligi haqida uchur tarqalib, muhojiratdagi Uyg'urlar jamoatini qattiq andishaga solgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının Reis Rabia Qadri Xanım müstəqil axbarat organlarını bu haqda aniqlash elib berishga chaqiriq qilgan. Radiomiz muxbirlari bu haqda atışdagi hökumət organları, saqchixana, kənit kadrları, məhəllə komitetlari, yerlik aholilarini o'z ichiga olgan 20 necha o'rin va shaxsga telefon qilgan bo'lsa-mu, ammo hech kim bundaq bir voqeaning bo'lganligini jazmlashtirmadi. O'tgan oyda Gumida yuz bergan pichoqli hujumdan keyin Xotan tavasidagi saqchixana va amonlik xodimlarining yerlik aholilar ustidagi nazoratining favqulodda kuchayganligi ma'lum. Xotanning Keriya va Gumin oylaridagi bir qism saqchixonalar tavallikdagi har bir nuqtaliq nopusni 5 kishining nazorat qildiganligini, kentlardagi har 10 oila kishilari bir guruh qilinib, o'zaro chatma javobgarlik zanjiriga bog'langanligini oshkorladi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshat Hasan apandi bu haqda inkos qaytirib, Xitoy hukumatini davlat zo'ravonligi bilan aybladi. Radiomizga kelgan inkoslardan ma'lum bo'lishicha, Yo'pirg'in oylik doiralar yakshanba bozor yezisidan chet elga chiqib ketgan 17 nafar kishining oila tavobatlariga eg'ir parakandichilik solgan. İnkasda yakshanba bozor yezisidan chet elga chiqib ketgan 17 kishining oilasidagi 20 necha kishining so'langanligi, doiralarning 17 nafar muhojir haqida aybnoma tarqitib, yezidagi aholilarni ogohlantirilganligi bildirilgan edi. Radiomizning bu vaqtdagi aniqlashlari davomida 17 nafar muhojir haqida qora tizimlik turg'izilganligi, ulardan bir oilalik ota-bolaning 40 necha kundan buyon Yo'pirg'in oilasidagi qamoqxonada tutib turilayotganligi dalillandi. Bu yil 20-asrdagi Uyg'ur milliy uyg'onish harakatining bayroqdorlaridan biri o't yurak shoir Abduxoliq Uyg'urning vafotiga 84 yil to'ldi. Yalqinlik she'rlar bilan xalqni kurashga va erkinlikka chaqirgan shoir 1930-yillardagi Uyg'ur milliy qutulish inqilobining eng aktiv qatnashchilaridan biri edi. Shoir ayni vaqtda sardoshlari bilan birga qo'lga ilinib, 1933-yili 3-oyning 13-kuni Shinsay tarafidan Turpan shahrida shahid qilingan. Chet ellarda yashayotgan Uyg'ur jamoati Abduxoliq Uyg'ur vafotining 84 yilligi munosabati bilan har xil shakllarda shoirni yod etdi. Xitoy hukumati Uyg'ur aynida orqa-orqadan qattiq amalliq tadbirlarini yo'lga qo'yib, fuqarolarning harakatini texnik qattiq kontrol qilishga boshlagan. Yaqinda saqchi organlari undidarda uqtirish chiqarib, fuqarolardan 3 qonunsiz bir buyumda topshirishni buyurgan. Egallanishicha, diniy kitoblardan tortib dehqonchilik dorilargacha, sarangidan tortib boks paligicha bo'lgan buyumlar bu doiraga kirgizilgan. Radiomizning bu vaqtdagi aniqlashlari davomida yerlik saqchilar bu buyumlarni vaqtida topshirmaganlarning jazolanganligini dalilladi. Uyg'ur Nidasi Tor radiosi o'tgan hafta xabar berib, o'tgan oyning 27-kuni Qog'iliq noyisining Lo'xiyesida qonliq to'qinish yuz berganligini ilgari surgan edi. Xabarda deyilishicha, to'qinishga ko'cha chorlayotgan saqchilarning xubdan namozdan qaytgan jamoatga zo'ravonlik qilishi sabab bo'lgan ekan. To'qinishda saqchi tarafning o'q chiqarishi bilan belgilik sonda odam o'lish va yaralanish bo'lganligi ilgari surilgan. Radiomizning bu vaqtdagi aniqlashlari davomida Qog'iliqdagi saqchixonalar Lo'xiyesi tavasida 2-oyning 27 yoki 28-kuni voqea chiqqanligini dalilladi. Ammo voqeada o'lgan yoki yaralanganlar haqida ma'lumot bo'lmadi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Diqqat berganingizga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.